Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Shohdeb bot. Bugun hamma kutgan ikkinchi level o'zbek akkauntni PK1 dan PK10 gacha, birinchi raunddan 10-raundgacha nimalar bo'ldi? Kimlar bilan raqib bo'lib tushdik? Kimlar bizni poddesha qilishdi? Raundda nimalar bo'ldi? Kimlar bizga hayb qilishdi? Xullas hammasini bilib olasizlar. Va bu videomizni juda ham hamma o'zbek ko'rsa juda ham yaxshi bo'lardi. Buning uchun siz bitta like bossangiz rekka chiqishga sababchi bo'lasiz. Like bosh tepada ekan. Kommentga ham обязательно o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Menga muhim, men hamma kommentni o'qib chiqaman. 1000 ta yo 2000 ta komment bo'lsa hammasini o'qiyman. Va obuna ham esdan chiqmasin. Yaqinda 100 000 ta bo'ladigan bo'lsa bizga knopka keladi. Bu ushalmagan orzudan bittasi. Siz sababchi bo'lib mana shu orzuga men yetishim mumkin bo'ladi. Obuna ham tepada ekan, bosib qo'ying. Bizda faqat foydali kontentlar bo'ladi. Bo'lmasam ketdi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Shohdeb bot. Bu ikkinchi level akkaunt. Buniki o'zbek. Men juda ko'p vaqtdan beri shu ikkinchi level akkauntda battle o'ynayman niyat qilib kelardim va qo'shimchasiga mana bu o'zbek degan nick menga nasib qilib qoldi. Bittasidan oldim. Arzimagan bitta 50 000 so'mga buni menga berib yubordi nickini. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Respekt va bizga juda ham zo'r poddeshka keldi. Juda ham ko'p odam bizga populyarniy bosdi. YouTube'da efir qilganimizda juda ham ko'pchilik mana ko'rishlar mumkin. Vertolyotlar, ultimatelar, nimadirlar rosa ko'p kelgan. Vova deganning o'zi naq 20 ta ultimate bosgan. Aziko degani ham bitta verti bosgan va Yigitali va qolganlar ham ko'rishlar mumkin. Juda ham ko'p odamning poddeshkasi tegdi. Bu birinchi raund, ya'ni battlening birinchi raund hozir. Nasib bo'lsa, inshaalloh biz top 10 ga kiramiz. Plan o'zi top 10. Ya Allohdan balki kira olmasmiz, chunki katta donatlardan tushib qolsa, baribir bizning kuchimiz yetmasligi mumkin. Lekin baribir biz harakat qilib ko'ryapmiz. Harakat qilib ko'rgandan keyin, o'shandan keyin bilasiz qo'lingizdan keladimi yoki qo'lingizdan kelmaydimi. Hozirgi vaqtda biz raundda yutyapmiz. Ancha katta shot farq bilan yutyapmiz. Bu yerda tashkilotlar bilan ko'rsatishim kerak, chunki bu yerda hammani menga ancha yordami tekkan. Bu akkaunt meniki emas, hammamizniki. Bu akkauntda hech kimga foyda kelmaydi bir so'm. Prosta xalqimiz akkaunti bu tepaga ko'tarish niyatlari bor. Mana raundda hozir Baron deganni tushganmiz birinchi raundda va bizni populyar va ko'rishingiz mumkin, почти 2,5 million bo'lib ketgan, lekin raqib umuman urmagan. Raqibni urishini kutamiz. Hozirgi vaqtda bizga 45 ochko beryapti. Bu bizga yetmaydi. Yana ko'proq ochko olishimiz kerak. Raqibni urishini kutamiz. Agar urmaydigan bo'lsa, na iloji yo'q. Biz raqibga ham populyarni uramiz. Hammaga salom. Ertaga battle birinchi raundi tugaydi va biz kutdik, lekin raqib Baron degan raqib umuman populyarni urmadi. Iloji yo'q. Men o'zim efirda bu Baronga 114 k yig'dim. Chunki bilasizlar, bizga ko'proq ochko kerak edi. Bu Baron to'g'ri urmasligi aniq edi, chunki biz shuncha populyarni urib yubordik. Bu endi harakat qilishi xatolik edi. Sababi Baronja akkaunti ham zo'r emas ekan. Misol uchun 2,5 million ppni yutish uchun unda ancha ham pul bo'lishi kerak edi. Va bu urmadi va o'zi uchun to'g'ri tanlov qildi, lekin bu bizga minusga ishlab berdi. Sababi jalka raqibga biz populyarni urib berdik. Mayli, zato kuchli raqib tashlagandan ko'ra mana shunaqangi raqib tashlagani ham ancha ham yaxshi, chunki yutkazib qo'yadigan bo'lsak hammasi rasvo. Hammaga salom. Hozir birinchi raund oxirgi minutlari. Hozir Baronnikini biz 140 k qilib qo'ydik, sababi bizga ko'proq plus kerak edi. Ana bizga 56 plus beryapti. Bu normal plus desa ham bo'ladi. Raund tugashiga esa atigi 3 minut vaqt qoldi. Va haftalik populyarda ham biz hozir 34-o'rinda ekanmiz. Yaxshi, bu yuqori o'rinlar desa ham bo'ladi. Xo'sh, qancha vaqt qolibdi battle tugashiga? Xo'sh, bu arada bizga shuncha odam akkauntimizga kirgan, lekin shunchaki kirib ketishgan. Shu kirganga yarasha PP bosib ketsa ham zarar qilmasdi. Ham mayli. Hozir mana last time men
bexavotir turibman, chunki bilasizlar, bu urmasligi aniq. Shuning uchun last time'da kutamiz. Xo'sh. Sanoqli vaqtlardan keyin raund tugaydi va ko'ramiz, balki top reyting kirarmiz PK bo'yicha, balki kira olmasmiz. Menimcha top reytingga kirsa kerak, где-то bir 80-70 atrofida bo'lsa kerak shu PK bo'yicha. Ko'ramiz hozir. Sanoqli vaqtlar qoldi. To'g'risi, men top 10ga kira olamanmi deb o'ylayapman, baribir lekin qilmasam bo'lmasdi. Hamma qo'llab-quvvatlayapti, aka, davay bosing deyishyapti. Qani ko'ramiz. Oxirgi borib top nechida yakunlar ekanmiz. Bilasizlar, top 10 dan pastdagi narsalar mifik titul bermaydi. O'sha mifik titulni olishimiz kerak. Endi bu kutgan sari mana last time tugamaydi. Yurak dukkillagan vaqtda tugab qoladi-da. Shoshgan paytingiz pip uraman degan paytda tugadi. Shoshib pip uraman degan vaqtingiz last time to'ppa tugab qoladi-da. Anaqang kutgan vaqtingizda tugamay o'yladi aksiga olib. Xullas, hozir raund tugadi. Hozir biz top 30 turgadan 37 ga tushib ketdik, sababi last time ko'plab urdi populyarni. Ko'ramiz, birozdan keyin bizga ochkolarni qabul qilib, nechinchi o'rinda ekanligimizni ko'ramiz. Yana bir bor hammaga salom. Mana kirdim, ochkolarini berdi. Hozir ko'ramiz biz nechinchi o'rinda ekanmiz. Undan oldin esa bittasi aytib o'tishim kerak. Bu akkauntga bitta men emas, deyarli hammaning hissasi qo'shilyapti. Ularga alohida rahmat aytib qo'yishim kerak. Xo'sh, ochkolarni qabul qilib bo'lamiz. Mana bizga 56 ochko berdi. Endi ko'ramiz top nechida ekanmiz mavsum bo'yicha. O 47 zo'r, хорошо, 47. Men kutgandan ancha ham tepada yuqorilarga chiqibmiz. Gap yo'q, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi ko'ramiz, endi biz bilan endi ochkosi tenglar qancha ekan, bu yerda kimlar bor? Bir ro'ga men ko'rmoqchiman. O'zbeklardan kimdir bormi degan savol bilan men izlayapman. Qani kimlar bor ekan bizni o'zbeklardan? Hozircha men deyarli ko'rmayapman, balki o'tkazib yuborgan bo'lishim mumkin. 42 da. Xo'sh, 56 ochko olganlar nechta ekan? Eng tepasi biz ekanmiz. Shu 56 ochko bo'yicha rasmga qo'yib kerak bo'ladi. Xo'sh, yaxshi. Hammaga salom. Hozir soat 5 dan o'tib ketdi. Raqibimizni ko'ramiz. Kim bizga raqib ekan? Xo'sh. Wow, ani kim? Joyboy degani bizga raqib ekan. Bu ko'rinishdan PK 0ligidan bu battle o'ynagani yo'q. Ha, PP ham urmagan, lekin kolleksiya leveli 95. Yaxshi ham battle o'ynamayapti ekan. Agar o'ynayotgan bo'lganda bizni yutib qo'yishi aniq edi. Kolleksiyada 898 ta mifi, 12 ta 200, Braziliyaga ta prokachka. Yaxshi. Bizda baxtimiz yana bu raqib menimcha katta ehtimol bilan battle o'ynagani yo'q. Endi bu yoqni ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Yana bir bor hammaga salom. Biz efir qilib ancha PP yig'ib qo'ydik. Ya'ni qancha? Hozir ko'rsataman. Biz pashti 1 millionga yaqin populyarni yig'ib qo'ydik. Ertadan keyin battle tugaydi. Ana shu last time agar raqib urmaydigan bo'lsa, yana raqibga biz PP uramiz. Hozir bizga 47 ochko beryapti. Bu ochko kam, chunki top reyting ko'tarish uchun bizga ko'proq ochko kerak bo'ladi. Shuning uchun biz yana kutamiz. Agar raqib urmaydigan bo'lsa, uramiz. Jigarlar, men bor uzr, last time vaqtimni zapis qila olmadim, sababi ishlar bo'lib qoldi. Lekin biz yutdik va oxirida raqibga PP urishga to'g'ri kelib qoldi. Men ishda edim. Tanishlar qarab turishdi bu last time'ga. Xullas biz 54 ochko oldik, lekin kecha 42 da edik. Bugun yutsak ham, lekin tepaga emas, pastga tushib ketibmiz. Xo'sh, ko'ramiz, biz bilan teng ochkolar bizga 110 ochko ekan. Xo'sh, 110. Xo'sh.
39-o'rin bilan bizni ochkoyimiz teng. Bu degani biz top 39damiz desa ham bo'ladi. Ya'ni 42 dan atigi 3 ko'tarilamiz. Bu ketishda biz top 10ga bora olmaymiz. Bizga ko'proq ochko kerak yoki tepadagi odamlar iloji boricha bir-biriga raqib bo'lib tushishi kerak. Buni biz esa kutamiz. Mana navbatdagi raqibni ham hozir bilib olamiz. Bizga kim raqib bo'lgan ekan? Akkaunt zo'rga o'xshayapti. Ultimate ramkalar. PK2 degan. PK2 da. Katta samolyotlar urganmi? 500 kalik katta samolyot. Nechta urilgan ekan? Ikkita ultimate, bitta ultimate. Bitta katta samolyot. Yaxshigina PP uribdi. To'g'risi mana shu raqib meni ozgina cho'chityapti. Lekin biz ham anoylardan emasmiz. Iloji boricha bu safar efirda ko'proq PP yig'ishga harakat qilaman. Biz esa hozir top 50 ga tushib ketibmiz. Chunki ochkolarimiz o'ynagan uchun bir xil bo'lgan ko'plar bilan o'ynayapti. Mayli, tushkunlikka tushmaymiz. Albatta efir qilib ancha ham PP yig'ishga harakat qilaman. Jigalar, biz efir qilib naq 2 million populyarni yig'dik. Raqibniki 42 ga bu o'zi tanishlari urib yotibdi. Ag'dan-bag'dan kelib bizga urganimizda yo'q. Lekin efirdan juda ham zo'r paddesha qilishdi. Bolalar, qizlar teng paddesha qilishdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Men juda ham xursand bo'ldim. Ozgina bo'lsa ham meni ko'nglim to'q bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, last time'ga ham yetib kelib qoldik. 2 minutdan keyin tugaydi. Xo'sh, biz PP yig'madik, sababi yetadi degan fikrda turman. Chunki 2 milliondan 8 million orasigacha bizga balni ko'p bermaydi baribir. Neza что jalka PP yig'ilmasin degan maqsadda men 2 milliondan ko'p yig'ishga harakat qilmadim. Chunki aytganimdek, baribir plyusni o'sha beradi. Bu orada esa bizga shuncha odam bizga yordam berishdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hammasining jonlari sog' bo'lsin. Nerealni bizni qo'llab-quvvatlashyapti. Xo'sh, last time'ga ham ozgina vaqtlar qoldi. Lekin men qo'rqib turaman, balki last time oxirida 10 ta samolyotda bitta bosib borsa, hammasi rasvo. Chunki bizning yutqizish haqqimiz yo'q. Bir marta yutkizib qo'yadigan bo'lsa, top 10 kirish ancha ham bizga qiyin bo'lib qoladi. Mana last time ham boshlandi. Xo'sh, kutamiz bo'lmasa. Lekin bu arada ko'pchilik menga Uzzibu Numradin PPni yo'llanchi chopding deyishdi. Uzzibu Numradin PP shu kungacha biron marta PP battle'da harakat qilmagan. Bu PP battle bu kimnidir yo'nalishi emas. Prosta men level pass akkauntda reyting kirmoqchiman, chunki hammani nazarda tushsin degan maqsadda. Men o'zim akkauntimga kiradigan bo'lsam, hech kimga qiziq emas bu. Shuning uchun shundoq qildim. Xo'sh, sanoqli vaqtlardan keyin round tugaydi. Mendan sal qo'rquv bosyapti, chunki last time'ga olib qo'ygan PP'im yo'q meni. PP olib qo'ymaganman. Chunki men urmaydi deb o'yladim. Shuning uchun olganim yo'q. Xo'sh. Yes. Raqib PP urmadi. Zo'r. Yana bir bor hammaga salom. Hozir biz keyingi raqibni ham ko'ramiz. Hali ko'rganim yo'q raqibni kim ekan deb. Bizga 54 ochko berdi va biz PK3 ga chiqdik. Bu ham PK3 da ekan. Bitta samolyot, bitta sher, bitta 75 kalik PP, bitta ultimate, yana bitta ultimate, bitta samolyot yana. Man cho'ta shu endi ham menga jigarlar bu safar bizni ancha bu raqib qo'rqityapti. Bilmayman yana buni yutish uchun qancha PP urishimiz kerak ekan. To'g'risi men o'zim sal cho'chayapman. Biz efir qilib hozir 1 million 200 populyarni yig'dik. Ertaga 4-raund tugaydi. Ona shunda hammasi hal bo'ladi. To'g'risi yutkazib qo'yishimiz ham mumkin bu Allohdan, lekin biz qo'ldan kelgancha yutishga harakat qilamiz. Nasib ertaga katta ehtimol yana PP yig'aman.
Do'stlar, boshqalarning servisidan bizning servisning farqi shundaki, biz har hafta klientlarimizga tekinga UC beramiz. Ya'ni qanday? Biz har hafta baraban aylantiramiz. Ana shu barabanga har hafta bizdan kim UC yoki populyarni olgan bo'lsa, ID'sini qo'shib qo'yamiz. G'olib odamga esa tekinga 325 UC yoki 660 UC tashlab beramiz. Xaridni qancha ko'p qilsangiz, sizda yutish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Tanlov o'zingizda, tanlovda adashmang. Eng to'g'ri tanlov Shohday servisi. Hammaga salom do'stlarim. Bu arada bizni populyarni уже efir qilmadik, lekin bizni PP 1.700.000 bo'lib qoldi, ya'ni 500 ga уже bez efir keldi. Va zaxirada bitta vetlet bor. Buni hozir raqibga uraman, sababi raqib uradiganga o'xshamadi. Agar raqib uradigan bo'lsa, ikkita-uchta vetletlar bor, uramiz. Agar shunda yutadigan bo'lsak, nerealni ko'p uradigan bo'lsa, urmaydi. Xo'sh, last time bo'ldi. Ozgina kutamiz. Ko'ramiz. Ozgina sabr qilamiz. Uje tayyor turibdi, raqibga urishga tayyor turibdi. Hozir bizga 50 ochko beryapti. Bizga 50 ochko kam, yana ham ko'proq ochko berishi kerak. Bo'lmasam, menimcha urmasa kerak. Bo'lmasam bu unga bosishni aytaman. Aytdim uje. Bu ham tayyor turibdi. Agar urmasa bu urishi kerak. Xo'sh, kutamiz. Hayajonli daqiqalar. O, mana vetletni urdi. Hozir bizga 54 ochko beryapti. Menimcha ura olmasa bo'ldi endi biz urgandan keyin. Uje last time tugadimi-ki? Tugamadimi? Orada bug bo'lib tugagan bo'lsa ham tugamadi, bu ko'rinib turyapti. Mana shu tomonlama ancha bizga qiyinchilik tug'diryapti. Xo'sh, tugadi. Biz yutdik. 99% ehtimol bilan biz yutdik. Endi millisiga urib yormagan bo'lsa agar biz yutdik. Endi hozir bu vetletni men pulni berib olishim kerak. Bo'lmasam keyingi raqibni kutamiz. Assalomu alaykum qattiqlarim. Jigarlar, biz raundni yutdik. O'sha momentda afsuski men zapis qila olmadim va bu orada biz efir qilib PP ham yig'dik. Mana ko'rishingiz mumkin. Efir qilib yig'dik. Bir kundan keyin bu raund ham tugaydi. Ko'ramiz. Lekin menimcha bizlar yutsak kerak, chunki akkauntni kirib ko'rdim. Uncha million PP uradigan odamga o'xshamadi. Shuning uchun meni ko'nglim xotirjam. Last time yana PP olib qo'yganman, yo o'zimga, yo raqibga ana shu PPlarni urib, sal bo'lsa ham ko'proq ochko olamiz va biz salkam PK 5000 desa ham bo'ladi va biz dunyo bo'yicha 20-o'ringa chiqib oldik. Bu ancha katta yutuq desa bo'ladi. 20-o'rin bu katta natija. Bo'lmasam biz ertangi kunni kutamiz. Yana bir bor hammaga salom. Mana biz last time ham yetib keldik. Sanoqli daqiqadan keyin bu raund ham tugaydi, ya'ni 5-raund va biz 1 million PP bo'lib qoldim. Men shu bilan PP yig'madim. Sababi ko'proq PP uradigan bo'lsam, kuchli raqib tushadi. Shuning uchun kuchli raqib bizga kerak emas edi. Bu yerda kallan ishlatib ish qilmasa, oxirida qiynalib qolishimiz ham mumkin. Va biz raqibga hozir bitta vetletni uramiz, chunki 100% bu raqib biz taxmin qilyapman, u PP urmaydi. 2 minutdan keyin bu raund tugaydi. Bitta vertik gaplashib qo'yganman. Hozir uradi. Ko'pchilik sen foyda qilyapsan, u bu degan tilanchi degan gap so'zlar ham bo'ldi. Lekin men bu akkauntga pul sarflayapman, lekin bir tiyin foyda olganim yo'q. Qanaqadir aktiv ham olganim yo'q. Men harakat qilyapman, vaqtimni, pulimni sarflab harakat qilyapman, akkaunt reytingiga chiqsin deb. Lekin kimlarda bizni harakatga sherik bo'lib yordam beryapti, yana kimlar esa bizga negativli bo'lib sashyapti. Mayli. Xo'sh, hozir bitta vetletni urib yubordi. Ancha vaqtli bo'lsa ham sababi urmasligi aniq edi. Hozir bizga berayotgan ochkomiz 54 ochkoga o'zgardi. Bu yetadi bizga. Chunki aytganimdek, ko'proq PP urish bizga hozircha shart emas. Sanoqli vaqtlardan keyin bu raund ham tugaydi. Hozir bug bo'ldimi bilmayman, qaytadan ko'rib ko'ramiz. Biz bu raundda ham yutdik. 5 raundda biz pobedani yutib oldik. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi
Ko'ramiz, keyingi raqib kim bo'ladi, to'p necha kiramiz, buni ham sekin-sekin bilib olamiz. Hammaga salom, 6-raundga ham xush kelibsiz. Hozir bizning raqib kim, bizga qancha ochko berdi, to'p nechadamiz bilib olamiz. Lekin raqib PP urib yoribdi. Bizga PP ham kelibdi. Begona odamdan, menimcha raqib tomonidan PP kelgan, nimadirlar yozib yorgan. Yaxshi, raqib o'ziga o'yin shekilli. Biz 54 ochko bilan P7 ga chiqdik. PK4 dan P7 ga sakradik. Oho, Tommy degan biz raqib bo'lib tushimizda. Hop, men P7 sovg'alari yaltirab turibdi. P10 bo'lsa, keyin hammasini birdan olamiz. Uncha demayman va biz 19-o'ringa chiqibmiz. Pashti 18 desa ham bo'ladi, chunki 18 ochkomizda tepa-teng. Qancha tepa ko'tarilgan sari bu tepa ko'tarish qiyin bo'lib boraveradi. Jincha ko'tarilyapmiz, mayli. Hech qisi yo'q. Lekin mana bitta narsa xavotirga solyapti, ya'ni raqibimiz. Bu Tommy qaysidir populyarniy yakka battle'da bu top 1 ga chiqqan. Oho! Akkaunt PPS 8-level bo'lyapti. Samolyotlar, ultimate, ikkita ultimate, bitta ultimate. 175 ga urib qo'yibdi, lekin biz ham anoylardan emasmiz. Qo'ldan kelgancha qancha kerak bo'lsa uramiz. Qancha kerak bo'lsa. No, lekin bitta narsa u PK4 da ekan, balki populyar battle o'ynamayapti-ku degan fikr bor. Jigarlar hozir juda ham nereal situatsiya bo'lib ketdi. Bir qarasam turib, raqib 800 ga populyarni urib yuborgan. 800 ga. Men srazi efir qildimda buni men 900 ga qilib qo'ydim. Ya'ni o'zini popularimda 900 ga qilib, undan 100 ga oldinga o'tkazib qo'ydim. Lekin bu oxirida urishim mumkin degan taxmin bor. Hozir bizga 58 ochko beryapti. Lekin men to'g'risi bu bizga xavfli raqib bo'lishi mumkin. Last time'ga iloj boricha ko'proq PP olib qo'yaman. Lekin bilmadim. To'g'risi nima bo'lishiga men o'zim hayronman. Voy, bunga kimlar populyarni bosgan? Bu mana bu qanaqadir qiz bilmayman, kattadan atirlar. Va buni kimlar padisha qilyapti? Ko'ring, kimlar? Wow. Hammaga salom. Biroz oldin biz efir qilib, papamizni 2 milliondan o'tkazib qo'ydik. Raqibni PPS esa umuman o'zgargani yo'q. Lekin bizga hozir 60 ochko beryapti. Agar Tommy'ni PPS 880 k bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 50 k PP uradigan bo'lsa, bizni ochkomiz 62 ochko bo'ladi. Yutadigan bo'lsak, mana shu holatda yutadigan bo'lsak, biz ancha yuqoriga ko'tarilgan bo'lamiz. Qani ko'ramiz. Jigarlar, bizda yana bitta efir bo'ldi va biz ozgina bo'lsa ham populyarni yig'dik va bizni juda ham ko'pchilik qo'llab-quvvatlashdi. Pashti 3 million yaqin populyarni qilib qo'ydik va Tommy'ni PPS haligacha qimirlagani yo'q. Yo bu shubhali yoki umuman battle o'ynagani ham yo'q, lekin nega 800 ga urdi, shunisi ham menga qiziq tuyulib turibdi. Mayli, hammasi oxirida aniq bo'ladi, lekin bora bizga shuncha zafar degan toksik. Bu yerda kim PP tashagan bo'lsa, bir tiyin mendan olmagan. Ko'rishingiz mumkin, hamma 50 ga, 100 ga ko'rishingiz mumkin. Top 20 gacha pashti 50 ga PP tashagan hammasi. Jonlar sog' bo'lsin, mana shu hammasi qo'ldan kelgancha maksimaliy podдержка qilishyapti. Bularga alohida rahmat aytib qo'yishim kerak. Jonlar sog' bo'lsin, misol uchun ultimatelardan ayamasdan bosishyapti. Hozir bizdan shotimizda 2 million 900 va Tommy'ning shoti esa o'sha turibdi. Ertaga hammasi hal bo'ladi. To'g'rirog'i tong otdi-yu, menimcha ertaga bo'ladi. Obedlarda ko'ramiz nima bo'lar ekan. Hammaga salom. Ba'zi bir sabablarga ko'ra men last time vaqtda kira olmadim, chunki menda internet bo'lmay qoldi. Lekin boshqalar qarab turishdi. Bittasiga aytgandim, 50 ga populyarni raqibga urmasa shunday ko'proq ochko olaman degandim. Lekin ko'rishingiz mumkin, raqibga urmagan. Atigi 50 ga PP bilan biz yana 2+ olgan bo'lardik. Mayli. Hech qisi yo'q. Ko'rishingiz mumkin, bizning shotimizni
biz katta shotman yutganmiz, zo'r. Muhimi Tommy PP urmadi va keyingi raqib Gojo. Biz hozir PK8 damiz. Yutadigan bo'lsa PK10 bo'lamiz. Hozir biz dunyo bo'yicha 8-o'rindamiz. Uje biz planda bajarib bo'ldik. Keyingi plan mana shu o'rinlarda saqlab turish, balki top 3 gacha kirib borarmiz, top 1 bo'larmiz buyog'i Allohdan. Bizda raqib Gojo PK5 da ekan, bu ham ja strashniy raqib emas menimcha, chunki ja uncha uradigan odamga o'xshamayapti, balkim urishi ham mumkin. U yog'i endi raund oxirida aniq bo'ladi. Xullas hammaga xayr, yana PP yig'gandan keyin ko'rishamiz. Ishonasizlarmi jigarlar, hozir вообще nerealniy bo'lgan narsalar bo'lib ketdi, kutilmagan narsalar bo'lib ketdi demoqchiman, ya'ni biz efir qildik, PP yig'dik. To'g'risi nerealniy poddeshkalar kelishib boshladi. Hozir buni ko'rsatsam o'zlaring guvoh bo'lasiz. Juda ham ko'p odam bizni juda ham katta qo'llab-quvvatlashdi. Jonlari sog' bo'lsin. Biz efir qildik va populyarni yig'dik. Xo'sh, bu yerda Vovo degan bola 1 million 200 populyarni urdi va qolganlarni ham ko'rishingiz mumkin. Vovo birinchi raundda ham 1 million PP urgandi. Bu ikkinchi akkauntdan yana 1 million 700 populyarni uryapti. Joni sog' bo'lsin. Eng katta yordam shu odam qildi va qolganlar ham hech kimdan kam bo'lmagan holatda shuncha poddeshka qilishdi, mana ko'rishlar mumkin. Hammalarni bir-bir eslab qo'yishimiz kerak, mana shuncha odam. Hammasi mendan bir tiyin pul olmasdan shuncha. Birinchida va ikkinchida odam bitta odam bo'ladi va biz почти 3 million populyarni yig'ib qo'ydik. Mana bu Gojo duxiga shundoq o'tirdi-yu, qaytib turmadi. Hozir bizga 52 ochko beryapti. Agar bu Gojo urmaydigan bo'lsa, last time'da bu Gojoga ham biz iloji yo'q populyarni bosamiz va yutadigan bo'lsa, endi top 8 dan top 5, top 6 bo'lsa kerak. Yutadigan bo'lsak va PK10 ga ham chiqamiz, aniq yutadigan bo'lsak, lekin yutishimizda ehtimol yuqori. Uni lekin Gojo bu hafta 3 million PP urgan ekan, balki oxirida urib qolishi ham mumkin. Bu ehtimoldan xoli emas. Va biz dunyo bo'yicha 15-o'rindamiz haftalik populyarnida. Bu ham katta natija. Biz o'rinlarda tobora ko'tarib boryapmiz, hammasi zo'r ketyapti, kutilgandek bo'lyapti. Kutilgandan ham a'lo darajada bo'lyapti, ko'z tegmasin. Men juda ham xursandman. Nasib last time'da yana ko'rishamiz, jonlaringiz sog' bo'lsin. Hozir last time vaqti почти. Biz esa PP'mizni 3,5 million qilib yuborganmiz va raqibga o'zim 230 ga PP yig'dim. Yana men oxirida hozir raqibga PP uraman, sababi bizga ko'proq ochko kerak bo'lyapti. Katta Gojo uje urmasligi aniq bo'ldi, chunki duxini berdi, hamma tashlab durizga bo'ldi, men urmayman deb tan berib yordi. Tan bermasa ham bo'lmasdi, chunki biz 3,5 million urdi yana. Abi Vovo degan bola ham ancha yordam qildi. Last time uje tayyor turibdi, agar ursa yoraman deb turibdi, lekin shart emas, chunki bir 40 ta ultimate, 2 ta samolyot, yana nimadirlar, xullas ancha-muncha PP'ni bosib yordi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozir bir ozdan keyin bir raund tugaydi. Menimcha 62 mi, 60 mi ochko olishimiz kerak. Menimcha 60 ochko olamiz yo 58 mikan. Hozir buni ko'ramiz. Raund tugadimi? Wow. Raund tugadi. Bu endi birozdan keyin bizga qancha ochko berdi, kimlar bilan raqib bo'ldik, buni ko'ramiz. Bularga tayyorlab qo'yganman, last time urishi kerak edi, urgan bo'lsin. Va bu orada esa bizga mana shunaqangi kutilmagan tarzda nerealniy PP'lar keldi. Buni efirda ko'rganlar bor. Hozir biza o'sha ochkoni bizga beradi, lekin raqib kimligi hozirgacha bilib bo'lmaydi, lekin bizga 58 ochko berdi. 58 ochko. Endi ko'ramizda biz dunyo bo'yicha necha ko'tarildik. Top 8 da edik. Hozir biz mana PK10 bo'lganmizda deyarli hamma sovg'ani oldik va raqamdagi 355 ga bo'lgan, ya'ni raqibga men PP urganman, shuni hisobiga bizga ko'proq ochko berdi.
o'zim yonimdan men uryapman PPni. Kimlardir menga to'lov qilib pul bergan joyi yo'q. Xo'sh, buni rasmga ham olib oldim, sababi priyuga kerak bo'ladi va nimalarga asqatib qolishi mumkin. Endi bular bir hamma sovg'ani biz olib chiqamiz. Bu ikkinchi sovg'a, uchinchi sovg'a, to'rtinchi sovg'a. Ko'pchilik nega sovg'ani olmayapsiz? Level ko'tarilib ketadimi deyishdi. Asli sovg'anish levelga aloqasi yo'q. Prosta shu Pekon bo'lsa, bitta rasm olish uchun men kutdim. Ana shuning uchun va ko'pchilik vertolyotni kimgadir berib yuboring deb aytishdi. Men qayta aytdim. Akkaunt level 10-leveldan past bo'lsa, PP tashlab bo'lmaydi. Shuning uchun hech kimga bu vertolyot shunday abadul abadga bu akkauntda mozlab qolib ketadi. Galaxy level ham 2-level bo'ldi, sababi orqa fonga Galaxy level qo'shib berar ekan. Shuning uchun 2-level akkauntda Galaxy'si ham 2-level bo'lib qoldi. Ajoyib. Endi ko'ramiz, keyingi raqib kim bo'lar ekan. Aytgancha biz xo'sh dunyo bo'yicha nechinchi o'rinda ekanmiz? 4-o'ringa chiqib olibmiz. Dunyo bo'yicha 4-o'ringa. Nifiga sebe. Gap yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 4-o'rin. Bilat. Easy kutilgandan ham a'lo darajada zo'r ketyapti. Ko'z temasan. Balki to'birga chiqib qolsa-ga, to'birga chiqib qolsa, nerealni boru. Вообще boru zo'r ish bo'lardi. Mayli, ko'ramiz. Endi keyingi raqibni kutamiz. Hammaga salom. Biz endi navbatdagi raqibni ham ko'rib olishimiz kerak. Kim ekan? Populyarni 10-level bo'yapti. Buni ko'plar taniydi. Bu xitoylik qanaqadir katta donater. Yuta olamizmikan degan narsa bor, lekin meni bitta narsa xotirjam qilyapti. Bu battle o'ynagan yo'q, chunki 7 raundda PK6 bo'lgan bo'lsa, demak bu katta ehtimol bilan battle o'ynagani yo'q. Lekin baribir bunga garantiya yo'q. Bu ham bir sinov desa ham bo'ladi. Ko'ramiz bu yoq oxiri nima bo'lar ekan. Yutmasak lekin bo'lmaydi, chunki tayyor top 4ga chiqqan joyimizda tushib ketib qolishimiz ham mumkin. Ko'ramiz endi biz harakat qilib populyarni yig'amiz efir qilib. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Biz yana sizlarning qarshingizdamiz. Xo'sh, endi nima deb o'ylaysizlar? Bu yog'i nima bo'lar ekan? Chunki shotlar kattalashib ketyapti. Bizga samolyotlar kelgan va hokazo, lekin biz yutqizyapmiz. Mana bitta narsa hayron qoldirgan narsa, raqib populyarning battle o'ynagani yo'q. Reytingda ham emas, lekin unga nerealni paddesh keladi. O'zi umuman populyarni urgani yo'q. Faqat paddesh kanketidan kelyapti. Bizga ham Vova degan va shuncha populyarni bosib yubordi, yana qayta bosyapti. Joni sog' bo'lsin. Xo'sh, raqibning populyariyasi 1.600.000 bo'ldi. Bizniki esa 1.200.000. Boyatgani hayron qoldirgan narsa, bu raqib PP yig'mayapti. Yog'idan bu yerdan o'zining hamyutlari tashlab ketishyapti. 50 ga, 10 ga, 1 ga, yarim gani ko'rishlar mumkin. Deyarli bir katta populyarni urilmagan. Mayda juda populyarni urilgan mana ko'rishlar mumkin. Mayda juda populyarni. Shu narsa men juda ham hayron qoldim. Nahotki bu xitoyliklarda shuncha paddeshi katta bo'lsa yoki odam aholisi ko'p bo'lgani uchun menga shunaqangi katta sezilyapti, men bilmay qoldim. Albatta fikringizni kommentga yozib qoldiring. Va bu arada bizga ba'zi streamerlar, content makerlar hype qilib biz haqimizda yomon gaplar gapirishdi. Jigarlar, qattiqlar, bu yog'i o'ta qattiqlashib ketdi. Biz sirazi efir qilib 2.300.000 qilib qo'ydik populyarligimizda. Undan biz ag'labali 600 ga oldinga o'tkazib qo'ydik. Lekin bunga soat sayin PP ko'payib boryapti. O'tib ketamiz, yana yetib oladi. O'tib ketamiz, yana yetib oladi. To'g'risi mana shu raqib ancha meni qiynab qo'ydi.
va bizni populyarimiz 18 million bo'lib ketdi va bu orada bizga shuncha odam yordam berdi. Hammasiga kattakon rahmat. Lekin bizga hozir batl tugashiga yo'g'li bir kundan 2 kun atrofida vaqt bor. Ungacha bilmayman shotlar qanaqa bo'lib ketadi bu Allohga yon. Bu moment esa jonli efirda bo'lgan. Ya'ni jonli efirda biz hamma oldida last time'da ko'rib o'tirdik. Raqibning populyarnisi 4 million bo'lib ketdi. Biz ham bo'sh kelmasdan efir qilib yig'ib 4 million 800 qilib qo'ydik va last time'ga 1 million populyarni tayyorlab qo'yganmiz. Har ehtimolga qarshi deb yutadigan bo'lsak bizga 63 plus beradi. Dunyo bo'yicha nechinchi o'ringa chiqqan uni yo'q bilamiz. Ozgina vaqtdan keyin hozir bizga yutamiz. Last time sanoqli vaqtlar, hayajonli vaqtlar, chunki juda shot kattalashib ketdi. 5 million bo'lib ketdi. Bizni akkaunt papasi ham 22 million bo'lib ketdi. Yangi akkaunt papasi 22 million. Bitta telefonimda qo'yib qo'ygan sekundometrga millizga qarab turibman, chunki bilasizlar bu katta. Yutdik. Mana shu joyda biz yutgan juda ham mazza qilib o'rganman. Buni efirda ko'rganlar biladi. Vova ham tayyor turganda agar ursa uraman deb. Va biz mashg'ullikda hafta reytingda 34-o'rinda turibmiz. Hamda biz 63 plus oldik. Va bizning 9-raunddagi raqib esa mana shu odam. Buniki boshda kokain edi, lekin birozdan keyin Pokiston qilib o'zgartirib oldi. Tipa O'zbekka qarshi Pokiston jang qilamiz degan ma'noda buni o'zgartirib oldi. Va mana shu orada menga juda ham ko'pchilik haterlik qilib, juda ham ko'p odam menga negativ bo'lib, tilanchsam o'zing qil, bu senga kerak bo'lsa o'zing eplab ol degan gaplarni qilgandan keyin bo'ldi, gap yo'q. Men umuman PP yig'mayman. Xohlasalar o'zlaring yig'ib, mana shu akkauntda, mana shu raundda pobedani olinglar deb men tashlab qo'ydim. Va o'zim ishlarim bilan bu akkauntga umuman kirmadim. Va xohlanki akkaunt kirmadim, yig'madim va yutqazib qo'ydi. Shunaqangi gaplar. Hozirgi vaqtda dunyo bo'yicha 4-o'rinda turibmiz, lekin bu orada yutqazib qo'ydik, chunki men ishlarim bilan kirmadim, jahl ustida yig'madim. Va xohlanki biz 7-o'ringa tushib ketdik. Undan keyin 10-raundga ham umuman qaramadim. Biz ana shu o'sha 7-o'rinda qolib ketdik. Xullas qo'yingki, biz bu mavsumda populyar battleda top 7 bilan yakunladik. O'zi plan top 10 bo'lgan, top 7 zo'r yomon emas. Inshaalloh keyingi mana shu yil qishda mana shu akkauntga yana battle o'ynayman, solo battle. Bu safar nasib top 1 ga harakat qilamiz. Albatta harakatdan to'xtamaymiz. Albatta podдержкада bo'lsangiz. Video shu yergacha edi. Hammaga rahmat. Podдержка qilgan hammaga katta rahmat deyman. Nasib yana biz qaytib comeback qilamiz. Shohidoboddan uzoqlashmanglar.